zarba yo'llandi darvoza tomonga. Himoyada tartibli o'ynadi Nasaf. Vaziyatni yumshatdi. Ikkinchi tempda hujumga o'tyapti konchilar. Bu yerda Muqimjonovning uzatmasi aniq bo'lmadi. Qarshi hujumda raqibni ushlashga intiladi Nasaf. Cholovich jarima maydonchasi tomon kirib borishni boshladi. Yordamchi kuchlar kelayotganda u markazga qarab yurish qildi. Bitta aldamchi harakat bilan qanotga pas berdi. Zafar Murod Abdurahmatovdan kross va gol! Gol! Uchrashuvda Husayn Norchayev 16-daqiqada raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Nasaf himoyada muxlislar mukammal edi. Hozir golda eng yaxshi o'ynaganlardan Cholovich bo'ladi. Hozir takroriy lavhada ko'rasiz. O'zi qarshi hujum. OKMK hujumda paytida to'pni olib qo'ygandan keyin xo'sh, yo'q. Mana bu uzatmadan boshlab ko'rsatilyapti. O'ylaymanki, hozir hujumni boshlang'ich nuqtasidan ham ko'rsatiladi. Zafar Murod Abdurahmatovdan uzatma. Qimirlamadi Norchayev, to'pni tutturdi va mana shu qimirlamaslik bor o'sha energiyasini, kuchini zarbaga sarfladi. Mana joyida kutib turib zarbaga va himoyachi To'xtaqo'jayev Ilyosovni yopib qo'ygan ekan. Javohir hozir ko'rmay qoldi. Yo'qotib qo'ydi raqib futbolchisini.